Barchaga assalomu alaykum. Hop. Nodirbek Ismoilov Milliy sertifikat kitobi 2-kitob tahlili 2-variant 18-savol. Quyida berilgan suvda hamda quruqlikda yashovchilarning qon aylanishiga oid matndan foydalanib, nuqtalar o'rniga mos keluvchi ma'lumotlarni aniqlang. Tushunarli. Yurak qo'rimchalaridan bir tarmoqlanadi, ikki o'pka teri arteriyalar orqali venöz qon o'pka va teriga boradi. Kislorodga to'yingan qon o'pka venasi orqali 3ga, teri venasi orqali 4ga qo'yiladi. Qo'rimchadagi aralash qon 5 orqali tanaga, 6 orqali arterial qon miyaga boradi. Buni javobdan ketsak yaxshiroq ekan. Ani ko'ramiz birinchi. Yurak qo'rimchalaridan, demak, tarmoqlanadi debdi. 3 ta arteriya, yo'q, 3 ta arteriya emas, 3 juft arteriya tarmoqlanadi. Biz bilamiz, demak, baliqlarda bitta qon aylanish doirasi, suvda hamda quruqlikda yashovchilarda ikkita qon aylanish doirasi, lekin ikkita qon aylanish doirasi bo'lgani bilan ajralmagan, to'liq ajralmagan bo'ladi. Ajralgan, endi to'liq ajralmagan bo'ladi. Yurak qo'rimchalaridan arterial konus boshlanadi, aramorfoz arterial konus hisoblanadi. Suvda hamda quruqlikda yashovchilarda arterial konusdan 3 juft arteriya tarmoqlanadi. 3 ta emas. 3 ta deganligi uchun, demak, birning hisobidan A chiqib ketadi. Buni ko'ramiz. Xo'p, 3 juft arteriya, to'g'ri. 1 juft, 2 nima? 3 juft arteriya tarmoqlanadi. 1 juft o'pka teri orqali venöz qon o'pka va teriga boradi. 1 juft, to'g'ri. Kislorodga to'yingan qon o'pka venasi orqali bo'lmachaga, chap bo'lmachaga, to'g'ri. Teri venasi orqali esa yana chap bo'lmachaga ketdi. Teri venasi orqali chap bo'lmachaga emas. Chap bo'lmachaga emas, kovak venada bo'lishi kerak. 4ning hisobidan B javob ham chiqib ketadi. Seni ko'ramiz. 1 3 juft arteriya, 1 juft chap bo'lmacha, 4 kovak vena, 4 teri venasi orqali kovak vena. Teri venasi orqali kovak vena, bu to'g'ri. Qo'rimchalardagi aralash qon, 1 juft arteriya yo'yi orqali tanaga, to'g'ri. 1 juft arteriya yo'yi orqali tanaga, oltin orqali tanaga, 1 juft o'pka arteriyasi orqali arterial qon, demak, miyaga boradi, to'g'ri. To'g'ri, hozircha C to'g'ri kelib turibdi. To'g'ri. D javobini ko'ramiz. 3 ta arteriya, yo'q, 3 ta emas. D chiqib ketdi. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi. C javob to'g'ri.